Qiziqchi Shukrullo Isroilov yangi lavozimga tayinlandi. Taniqli qiziqchi va so'z ustasi Shukrullo Isroilov Toshkent shahar Madaniyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda uning administratori ma'lum qilgan. Shukrullo Isroilov 1970-yil 14-yanvarda Toshkent shahrida tug'ilgan. U bolaligida musiqa maktabining rubob sinfida tahsil olib, turli tanlovlarda g'olib bo'lgan. Keyinchalik sharqshunoslik va iqtisodiyot universitetlarida ta'lim olgan. San'atkor ijodiy faoliyatini 1982-yilda boshlagan. Keyinchalik qiziqchilik yo'nalishida faoliyat yuritib, Mirzabek Xolmedov boshchiligida Mirzo teatrining taniqli vakillaridan biriga aylangan. U yoshligida oilasiga yordam berish uchun bir qator ishlarda faoliyat yuritganini intervyulardan birida aytib bergan. So'z ustasi bugungi kungacha sahnadagi chiqishlari, teleko'rsatuvlardagi ishtiroki va hajviy ijrolari bilan tomoshabinlarga tanish. Endilikda 56 yoshli san'atkor Toshkent shahar Madaniyat boshqarmasi rahbariyatida faoliyat yuritadi.